Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana mini quyonchilik fermamizdan maxsus Hanko 301 Fikol Farm YouTube kanali uchun yana bir video joylayapmiz. Bugungi videoda ko'rishingiz mumkin. Biz odatda har chorshanba, payshanba kunini quyonchilik fermamizni tozalash kuni, ya'ni ubulka kuni qilib belgilab olganmiz. Haftada bir marta yo chorshanba yo payshanba kuni va bo'sh vaqtimga qarab ubulka qilib boraman. Ya'ni bir qator dezinfeksiya qilib, joylarni tozalab, quyonlarni vaznini o'lchaymiz. Odatda har haftada bir marta quyonlarni vaznini o'lchab turaman. Bu qanchalik o'zgarayotganini bizga bilib borishimizga yordam beradi. Bugungi videoda asosan ko'rishingiz mumkin quyonxonamizda hozir bo'lgan o'zgarishlar va hozirgi kunda necha oylik qanaqa quyonlarimiz bor. O'tgangi videolarda 45 kunlik quyonlarimizni sotuvga qo'ygandik. Allohga shukr, undan qariyb 20 ta quyon sotdik. 3 oyligi bor, 45 kunligi bor. Aralashtirib 20 ga yaqin quyonimizni sotdik va ulardan asosan hamma urg'ochisiga qiziqdi. Samkasiga qiziqdi. 45 kunliklarni samkalarni sotdik va sameslari qoldi. Hozirgi kunda 45 kunliklarni sotganimizga 10 kun bo'layotgan bo'lsa, 2 oyga yaqinlashib qoldi. 2 oylik bo'lgani bor va 2 oyliga 3-4 kun yetmaganlari bor. Ularni ham video davomida kuzatib borsanglar, tarozlarni qo'yib boramiz. Bugun asosan sizlar bilan ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda bolalagan quyonlarimizdan 2 partiya quyonimiz qolgan. Bunisi birinchi partiyamiz. Sal yoshi kattarog'i, ya'ni 30 kunlik bo'lgan quyonlarimiz. Onasi Fikol, bolalari ham Fikol. Fikolga qo'shilgan. Hozirda bu quyonlarimiz soni 6 ta bola. 6 ta bola bergan bu quyonimiz. Bugun 30 kunlik bo'ldi, 21-da tug'ilishgan. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Quyonlarimizni boladan ajratganmiz va bularni holatiga qarab, ves yig'ishiga qarab biragi quyonlarimizni 1 hafta, biragi quyonlarimizni 5 kun, yana biragi quyonlarimizni 10 kundan alohida karantin remontning qilib ushladik. Vaznni yiqqandan keyin erkak quyonlarga qo'shganmiz. Bu to'rala quyonimiz ham hozirgi kunda qochgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Har bir quyonimiz o'z vaznini yiqqan va biragi quyonlarimiz mana 10 kunlik bo'ldi bo'g'ozligi. Eng kamiga mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. Xudo xolasa keyingi oy 20-gacha, 21-gacha bu quyonlarimiz tug'ib bo'ladi. Bu bizda eng birinchi olib kelgan quyonimiz, ko'pchilik biladi, 5-qoringa qochdi. Bu quyonimiz 2-qoringa qochyapti, bu quyon ham 2-qorin. Bu quyonimiz 3-qoringa qochyapti. Xo'sh. Endi bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Yosh quyonlarimizni alohida kattaga ajratganmiz. Hozir buni ham ochib ko'rsataman. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. 45 kunlik quyonlarimizni sotdik. Ulardan qolgani, ya'ni erkak quyonlarimiz, sames quyonlarimiz qoldi. Bular 2 oylikka yetgani bor va 1-2 kunda yetadiganlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli, nihoyatda go'zal, katta bo'lishyapti. Orada pateriya bo'lgan yo'q. Sababi har bir quyonni hisoblab, kalla boshiga hisoblab yemini normasida berib boramiz. Hozirda bu quyonlarimiz boshida 50 grammdan yerda, hozir mana sekin 80 grammdan 100 grammga qarab o'tishyapti. Hozirgi kunda 2 oylik bo'ldi. Endi 2 oylikdan o'tgandan keyin 100 grammga chiqaramiz har bir quyon uchun. Bu tomonda ikkita jami 10 ta quyonimiz qoldi. Albatta bu quyonlarimizni liniyaga olib qoldik. Xudo xolasa katta bo'lsa, har birini qaysi quyondan qochganligi aniq daftar tutganmiz. Bu daftarda yozib boryapmiz. Liniyasi aralashib ketmasligi uchun, bir xil qon bo'lib qolmasligi uchun olib qoldik. Ulardan kerakligini olib qolib, xudo xolasa 4 oy, 5 oylik bo'lganda tayyor erkak quyon so'raganlar bor. Har dori chiqsa ularni ham sotamiz. Bu tomonda doimgidek ko'rishingiz mumkin, liniyaga ishlatadigan erkak quyonlarimiz. Holati ideal darajada sog'lom, ko'rishingiz mumkin. Hech birini misol ortiqcha kasalligi yo'q. Xonani bir xil temperaturada ushlaganimiz bizga qulaylik, foyda bo'lyapti. Bu tomonda yangi yetishib chiqayotgan yosh sames quyonimiz. Albatta bular jicha e'tiborsiz qoldirsangiz, erkaklik tutib bir-biri bilan urushadi. Shuning uchun alohida kletkada, ya'ni katayda saqlaymiz. Hozir bularda albatta ko'pchilikga qiziq bo'lgan narsa, ya'ni
quyonlarni vazni haqida, bularni vaznini tortib ko'rsatamiz. Bu tomonda ko'rishinglar mumkin. Kalif quyonlarimiz 4 oylik bo'ldi. Bu erkagi. Bunisi urg'ochi samkasi. Samkasini kuyi kelgan, xudo xolasa vaznlari 3,5 kilo atrofida bo'ldi. Buni nimaga qo'shmayapman? Sababi qoni boshqa bo'lgan quyonimiz bor. Ya'ni ikkita yana quyondan tug'ilgan. Bular qoni boshqa qilib olib qo'yganman. Xudo xolasa bu quyonimiz 15-20 kun oralig'ida rosmona yetilib 4,5 oylik bo'lganda ishlashga tayyor bo'ladi. O'shanda ushbu samesimizga bu samkamizni qo'shib qonini kalif ushlagan holatda bolasini olamiz. Albatta uni ham keyingi videolarda ko'rsatib boraman. Hozir sizlar bilan birgalikda quyonlarimizni vesini o'lchab boramiz. Oyligi va necha oyligi, necha kilo ves qilayotganini aytib o'taman. Video davomida ko'rib, kuzatib boringlar. Undan oldin bu tomonda quyonimiz bor edi. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu quyonimiz bolalari 20 kunlikdan o'tdi. 7 ta bola bergan. 2 quyonimiz. Bu quyonimiz ham xudo xolasa bolalari 30 kunlikdan oshganda, 35 kunlik bo'lganda erkak quyonga qo'shamiz va bolalari 45 kun bo'lganda, 45 kun 50 kun oralig'ida enasidan ajratamiz. Hozir ham yem yeb, ham sut emyapti. Sekin asta yem yeyish jarayoniga o'tib boryapti. Demak, sizlar bilan birgalikda birinchi erkak quyonlarimiz vaznini o'lchaymiz. Undan keyin urg'ochi samka quyonlarimiz ham vaznini o'lchab ko'rsatib boraman. Birinchi o'rinda tarozimizni yoqib oladigan bo'lsak, bu yerda ko'rishinglar mumkin, 0 ga olib kelib oldik. Endi erkak quyonimizni olib kelib tortamiz. Bu yerda erkak quyonimizni olib kelib oldik. Endi buni vaznini tortamiz. Biroz kattalashib ketgani uchun tarozga ham sig'mayapti. Ko'rishinglar mumkin, 4 kilo atrofida. Rosmona 4 kilo chiqyapti. Hozir kunda ideal holatda. Quyonimizni haqiqiy holatini ko'rsatish uchun, gabaritini ko'rsatish uchun tekis joyga qo'ydik. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Ayoq qo'li sog'lom ishlab turgan quyonimiz. Bu quyonimizga ham mana 6 oydan oshdi, 7 oyga qarab ketyapti, xudo xolasa. Navbatdagi quyonimizni olamiz. Bu quyonimiz 8 oylikdan o'tgan. Birinchi olib kelgan quyonimiz bo'g'oz holatda kelgan edi. Shu quyonimizdan mana to'lgan bola. Kallalari chiroyli. Enzabaga qo'shilgan deb bergan egasi. Enzaba qoni borligi uchun quloqlarini tuzilishini ko'rishinglar mumkin. Kalta quloq, shiroki, kallalari yumaloq. Gavda tuzilishi ham biroz shirokiyroq. Enzaba qon borligi uchun ikki enzaba qo'shilib, hozir kunda buni panon deb atashadi. Panon quyonimiz bo'lib chiqqan. Buni ham hozir veslarini ko'rib o'tamiz. Bu quyonimiz 3 kilo 650 gram, 60 gram atrofida o'ynayapti. Ishlab turgan quyon. Albatta o'zini holatiga nisbatan ideal. Semirsa 4 kilo plus minusda o'ynaydi. Buni sheriklarini ham bir qator ko'rsatamiz. Bu quyonimizni ko'rishinglar mumkin. Bu samka quyonimiz. Qochirib qo'yganmiz bo'g'oz. Hozirgi quyonimizni ham tanasi bitta qorindan chiqqan, faqat urg'ochisi. Buni xikol quyonimizga qo'shganmiz. Toza tanasi kelgan, ya'ni Nodir akadan kelgan, Nodir aka nina quyonimizga qo'shganmiz. Bu nihoyatda sheriklardan ancha chiroyli, uzun gavda jihatdan ham, ves jihatdan ham ancha katta bo'lib ketdi. Xudo xolasa hozir buni ham vesini tortib ko'rsatamiz. Bu quyonimiz mana 4 kilo 260 gram ves qilyapti. Albatta bo'g'oz. Bu quyonimizni 3,5 kilo, ya'ni 3 kilo 600 holatda boladan ajratib erkak quyonga qo'shganmiz. Mana 10 kun 15 kun oralig'ida ancha ves yig'ilgan. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda tarozimiz 0. Quyonni o'zi gavda jihatdan tuzilishi ham yirik narsaligini aytib turibdi. Xudo xolasa buni ham bolalardan o'zidan ko'paytiramiz. Buni o'zining katta joyiga qo'yadigan bo'lsak, bismillah.
o'zini joyiga qo'ydik. Bu yerda ikki quyonimiz, yana bitta mana plus quyonimiz, ya'ni kalifga ikki o'l. Toza ikki o'lga otasi kalif bo'lgan, samesimiz kalif. Samkamiz ikki o'l bo'lgan. Biroz injini qilyapti. 3 kilo 680. Xudo xolasa bu quyonimiz ham tuqquncha 4 kilodan oshiq vazn qilib oladi. Bizda qolyapti 2 oylik bo'lgan quyonlarimiz. Buni ham bittasini o'zi odatda quyonlar 2 oyligacha tortilmaydi. 2 oylikdan keyin 3 oy oralig'ida 1 oy davomida ham ancha o'zgarish katta bo'ladi. 60 kunlik, ya'ni 55-60 kunlik bo'lgan quyonimizni bittasini olib, vesini taxminan o'lchab ko'ramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 2 oylik bo'lgan quyonimiz 60 kunlik bo'ldi. Plus minus 1-2 kun bo'lishi mumkin. 1 kilo 500 vazn to'playapti. Buni ham o'zini olib borib joyiga qo'yamiz. Va bu yerda bizda ko'rishingiz mumkin. 4 oylik bo'lgan quyonimiz bor. Buni ham bir vaznini ko'rsatib o'taman. Yana bir quyonimiz mana Kaliforniya quyoni. To'liq 4 oylik bo'ldi bu quyonimiz, 20-chida tug'ilgan edi. 3 kilo 395, 3 kilo 400. Kallalari ancha chiroyli, pigmentlari yaxshi kelgan, Allohga shukr. Bu quyonimizni erkak quyonga qo'shamiz, xudo xolasa. Sherigini ham bir qator tortib ko'rsataman. Sherigini ko'rishingiz mumkin. 3 kilo 100, 3 kilo 150 gram kelyapti. Bu quyonimiz ham ancha chiroyli quyon bo'lgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana tekis joyda. Xudo xohlasa buni ham yoshiga yetkazib qo'shamiz, nasib bo'lsa yaxshi bolalarni olamiz. Allohga shukr, quyonlarimiz hozirgi kunda yaxshi katta bo'lyapti. Quyonlarimiz sotuvga qo'yib sotganimiz uchun biroz kamaygan. Shunda ham hozir umumiy hisobga oladigan bo'lsak, umumiy miqdori 50 tadan kamaygani yo'q. Endi keyingi partiyalardan xudo xolasa urg'ochi samkalarni olib qolib, diniy uchun o'zimizga tayyorlab boramiz. Ko'pchilik so'rayapti, hozir 45 kunligi bormi deb. Hozir sotuvda 45 kunlik quyonlarimiz yo'q. 45 kunlikdan sotuvga chiqarib tugatdik. Nasib bo'lsa keyingi oyga 45 kunliklarni qo'yamiz. Qo'ysak sotuvga chiqaramiz. Sotuvga chiqqanda albatta video qo'yib boraman. Quyon boqqandan foyda bormi deb ko'pchilik so'rashadi. Birinchi o'rinda ishqibozchilik uchun, hayvonni yaxshi ko'rganligi uchun bundan odam rohat ola bilishi kerak. Ya'ni yemini berasiz, boshqa qilasiz. Buni ko'rib odam miyasini tinchlantirish uchun birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda go'shtdan foydalanish uchun, go'shtda foydasi bor, Allohga shukr. Va uchinchisi albatta quyondan foyda bor. Quyondan foyda bo'lmaganda 2 dona quyonimiz 8 oy, 10 oy deganda shuncha bo'lmardi. Biz hozir umumiy hisoblaydigan bo'lsam shu kungacha 40 dan ziyod quyon sotibman. Umumiy miqdorda 100 taga yaqinlashdi. Agar buni o'zini kletga qilib, yemini joy vaqtida berib, suvini vaqtida berib, vaqtida erkaga qo'shadigan bo'lsangiz, albatta quyon 100 ga sig'may ketadi. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga qiziqqan bo'lsangiz, bir juft quyon bilan boshlashingizni tavsiya beraman. 2 oylik, 3 oylik farqi yo'q. Albatta bir marta boqib, uni voyaga yetkazib, bir marta tug'dirib olib o'rganganingizdan keyin bemalol ko'paytirishingiz mumkin. Bizni videolarimizni kuzatib boradigan bo'lsanglar, xudo xolasa bular haqida ham qo'shimcha ma'lumot berib o'tamiz. Videomizni vaqti 15 minutga yaqinlashayotgani uchun ko'proq video qilishga qiynalyapman. Sababi bu YouTube platformasiga qo'yish davomida qandaydir qiyinchilik tug'diryapti. O'shaning uchun bugungi videomiz asosan quyonlarimizni vesi qancha ves qilayotganligi haqida bo'lib o'tdi. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'zingiz izohinglar qoldiringlar va bittadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishini so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.